Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushaqtona xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda xalqaro nihoyatda olqishga erishgan va dangliq bo'lgan hamda realistik uch o'lchamlik laylash yumshoq detali bo'lgan Cinema 4D, ya'ni Cinema 4D R19 nashrini qachalashni ko'rib o'tamiz. Oldi bilan bu detal orqali nima ishlarni qila olamiz va bu detal qanday detal, kimlar tarafidan ijod qilingan bir yumshoq detal, buni biz birlikda ko'rib chiqaylik. Balkim Maya deb anlagan bo'lishingiz mumkin. Balkim bu Cinema 4D nima, yana Cinema 4D nima anglab boqqan bo'lishingiz mumkin. Qani ko'rib boqaylik bo'lsa. Google kirib Maxon deb yozgandan keyin Cinema 4D deb chiqdi. Eng oxirgi nashri R21 nashr ekan. Hamda bu shirkat haqida bir tanishib chiqaylik. Qarasanglar 1961-yili 13-5-kuni Shveysariyada qurilgan bir shirkat ekan. Bu yumshoq detalda biz nima ishlarni qila olamiz? Organ turbidan bir ko'rib boqaylik. Masalan, ko'rayotganinglardek harakatlik uch o'lchamlik ilanlarni, narsalarni shunda laylayamiz. Nihoyatda realistik bo'lgan, masalan, bu bir tatlıgan rasm emas, balki uch o'lchamlik laylangan rasm. Ko'rayotganinglar shu. Bu yana tatlıgan rasm emas, balki laylangan rasm. Qarasanglar, suvning unumlari nihoyatda realistik holatda, daraxtlar. Bularning rasmi ham shundoq. Qarasanglar ham bu yerdagi aynakning unumi va bananning unumi haqiqatan rasmda tatqandek, ya'ni kamerada rasm tatqandek. Bu ham shundoq rasm emas, bu ham uch o'lchamlik modeli. Xo'sh, bundan ortiq narsalarni laylagan bo'ldi. Faqat va faqat ideya muhim. Ideya bo'lgandan keyin texnikani yana bir shaklda o'rganib ketgan bo'ldi. Oldi bilan shu kompyuterga bo'lgan talabchanlikni, ya'ni kompyuterning qattiq detalga bo'lgan talabchanlikni bir ko'rib boqaylik. Qarasanglar 8 gigabaytlik RAM debdi. Bundan keyin ekran karta Nvidia yoki AMD ninki 4 GB, ya'ni 4 GB va undan yuqorisini talab qilganligini debdi. Muhim bo'lgan qismlari bu. Hamda bizningki bugun qachilaydiganimiz R19 nashri, balkim bundan biroz to'm bo'lishi mumkin, ammo amal qilib kompyuteringlar yaxshiroq bo'lsa ziyon tortmaysizlar, chunki bu kompyuterning qattiq detalini nihoyat yuqori o'lcham bilan talab qilgan bir yumshoq detal bo'lib, bu chiroq kompyuter qochilmasalar balkim ziyon selishi mumkin kompyuterga. Unda bo'lsa biz Cinema 4D ninki bahosini ko'rib boqaylik. Qarasanglar, faqat Cinema 4D annual deydi. Cinema 4D Redshift'ning o'zim ayrim bir asillashma turi. Qarasanglar, mana oylikqa $60 bu shaklda. Biz buni hamda amal qilib xavfsiz shaklda qachlashtirishimiz, ammo xavfsizlashtirish jarayonini men YouTube'ga qo'ymayman, chunki YouTube'dan menga shu kanalimizga bir eskartish keldi. Shunlashqa bundan keyin bu shakldagi videolarni qo'ymaymiz. Faqat xavfsizlashtirish jarayonini shu detal tushirish bilan birga shu ulanmaning ichiga qo'yib qo'yma, ashadni tushirib shu bo'yicha ko'rsanglar bo'ldi. Unda esa biz shu qachilash bo'lig'ini ochaylik. Ochdik va buni ochamiz, qo'shib ochamiz. Bu yerdan tilni tanlaymiz. Men ingliz tilini tanladim. OK'ni bosdim. Keyingi qadam
Qarasanglar Mega Company Street City Country degandek hali bor. Bu yerlarga o'zinglar ehtiyojinglar asosan xohlagancha yozib qo'ysanglar bo'ldi. Ismga ham shundoq xohlagancha yozib qo'ysanglar bo'ldi. Cinema 4D. Keyingi qadam qo'shilamiz, keyingi qadam va jazmlashtiramiz. Shundoq deymiz. Hozir ko'rayotganinglarda qochilmoqda. Qaraydigan bo'lsak, qochilib bo'ldi. Endi biz oxirlashtirsak bo'ldi. Mana shakilda chiqqan vaqtda qo'shilamiz. Ko'rayotganinglardek normal bir shaklda ichildi. Mana. Mana shakil chiqsa buni xohlasanglar ishlasanglar bo'ldi, xohlasanglar o'chirasanglar bo'ldi. Mana ko'rayotganinglardek mana har xil laylashni appag'il bo'ldi. Mana ko'rayotganinglardek. Shunday qilib Cinema 4D'ni qochilib bo'ldik. Orliqdagi ixtisoslashtirish jarayonini men mazkur videodan kesib o'taman. Faqat buning boshqa ilgirki mazmunlarini ko'rib bo'lgandan keyin qolganini tushirish adresi bilan birlikda ko'rib olsanglar bo'ldi. Undan sonra dersimiz müşahede bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga emanet.